Oğlunuz bir məğlubiyyətçi. Bu dərsindəki imtahandan asasən ötüb baxmadı. Həmmisi muşundaq nomar. Mən onun kəlgüsünün zadı qandaq bulduğanlığını bilənmirdim. Senin yana daydıgan qandaq gipin var. Sen aslı bu yıl bitirişin gerek idi. Johnson efendimnin gipini anlap baqa, senin kəlgüsün zadı qandaq bolar. Oçuğunu aytay. Meni məğlubiyyətçi demə. Məğlubiyyət degan bir türlük hadise. Bir adam deganlik emas. Ameliyatda Johnson efendi, siz mening kelgusum haqida paran qildingiz. Ammo siz bu haqda tayyorlikni yaxshi qilmadingiz. Nima? Mening demoqchi bo'lganlarimni anglab beqing. Foydasi bo'lg'ay. Siz kelgusida nurg'un kasblarning avtomatlashib ketadiganligiga qo'shilamsiz. Ha, ondan-chi. Shunga muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lgan odam cho'qim qiziqqoq, ijodiylikqa boy, qayta qurib chiqa oladigan, yangi o'zgarishlarga moslasha oladigan bo'lish kerak. Sen zodi nima demoqchi? Mening demoqchi bo'lganim, maktabdagi o'rganishning asosliq nuqtasi yuqoriqidek emas, balki ushurlarni ko'zitish, ondan imtihon olish. Ammo bu rostli bir. Lekin bugungi dunyoda ijodiylik eng muhim rahbarlik kuchiga aylanib qoldi. Bu sening estoyğun-kanda. Sizning menga ishonishingizning hojati yo'q. Lekin siz 1500 tajriba qabul qiluvchining deganlariga ishonsangiz bo'ladi. İcadilik en muhim, bildingizmi? Tezda hech kim o'zi biladigan narsalar sababli xizmatga ilinmaydi. Chunki sizning nima bildiganligingiz va yoki sizning qandaq bir haqiqatni yodingizda tutib olganligingiz bilan hech kimning kori yo'q. Bizda Google bor. Kelgusida kishilar o'zlarining bilimini ishlatib nima ish qila oladi? Ijodiy holda haqiqiy dunyo masalalarini hal qila olamdi deganlarga asosan xizmatga ilinadi. Bunda ko'p tanlash suolidagi ko'rsatma va yo'nalishga asosan emas. Shunga apa, mening nima ishga besimim eg'ir. Chunki bizning maktabda bu xil mashinalashqa vazifalar to'xtab qilish kerak edi. Chunki mashina odamlarning xizmatini mashina odamdanmi yaxshi qila oladigan odam yo'q. Alibaba shirkatining qurg'uvchisi milliarder Mayun, biz sun'iy idrok bilan musobaqalashmasligimiz kerak, lekin insonga xos aqliy iqtidor taraqqiyotiga markazlashishimiz kerak degan. Johnson efendi, tushuk teshish uskunasi tishga ishiltiladi. İnsanlarning idisiga emas. Shunga mush jihatlardan aytganda, bilimlar asos qilingan vazifani biz chuqum kaynimizga cho'rib o'tishimiz kerak. Balkim kelgusida siz nurg'un odamning sinfingizni puturib chiqqanligini bayqaysiz. Shundoq. Ular ishsizlar safiga bevosita qo'shildi. Qarang, hozirgi nurg'un dongliq shirkatlar natijaga qaramaydi. Apa, koni qoidalarning vaqti o'tdi. Google kishilarga vakolatan hammani deb beryapti. GPA'ning qanchalik ekanligini bilish xizmatga erishish o'lchami bilan munosabatsiz. Tesla'ning qurg'uvchisi Elon Muskmi buning qo'shildi. Shunga men ansizlik va echinishni shundoq deyman. Agar siz bugunmi davomli tunugun o'rgangan usulingiz bo'yicha mushundoq o'rgatsangiz, bizning atimizda tutqun qilgan bo'lasiz. Johnson efendi, men yana davomli astoydillik bilan sizga shunday. Ba'zida sizning darsxonangizda o'tirganga bak azoblanaman. Men izchil agar soatga tikilib o'tirmasam, soat texmi tezroq ma'amdigandi deganni o'ylayman. Shunga men sizning gapingizni anglab topshiriqimni yozaman. Darsingizni astoydil anglayman. 1 soat o'tib ketgandek his qilgan vaqtimda amaliyotda oran 3 minut o'tgan bo'ladi. Siz bizning nimishqa dars vaqtida zerikishlik his qilganligimizni bilamsiz. Qarang, siz bir balani kitob o'qishga o'ch qilib qo'yishni xohlamsiz. Undaqda ularga maktab dars tema daftardan birini bersangizlar kifoya. Ba'zilar buni bizning xatoligimiz deb bilishi mumkin. Ular shundoq deydi. Siz otni suv bo'yiga boshlab qo'ysangiz bo'ladi, lekin uningga suv ichkizib qo'ya olmaysiz. Men bu gapga yo'q deyman. Avval siz tuzni ot yeydigan yem xashakka silib etib, uni usiting. Agar siz xushalliqni sinfingizga akira olsangiz, sinfingizdagi eski o'quvchi, 4 o'quvchilarning hammasiga haqiqiy o'rganishning go'zalligini his qildira olasiz. Johnson efendim, men tishingizga tegmoqchi emas. Sizning xizmatingiz yer sharidagi eng muhim xizmat. Siz hayotlikni qurib chiqdingiz, barpo qildingiz hamda qutqizib oldingiz. Lekin siz agar mening kelgusumga siz degandek haqiqiy ko'ngil bo'lsangiz, undaqda vijdoningiz bilan samimiy holda o'zingizdan so'rab beqing. Men qanday qilib bir balani texi mavjud bo'lmagan kelgusini kutib olishga tayyorlik qildira olayman? Bu bir eskartma. Javobi bu yerda emas. Uning javobi bu yerda va bu yerda. Kelgusi qarab baqayli. Biz texmi ko'p qizg'inlik va g'amxo'rlikqa muhtoj. Biz ular orqali yer sharida farosat va ilhomga ega kishilarni texmi ko'payta olamiz. Ana, sizni so'yman, lekin men rost gap qilsam bo'lamdi. Davomlashtir. Siz balalik davrining utuqliq bo'lishdagi muhim omil nima deb qaraysiz? Hargiz aqliy qobiliyat emas, balki oiladagilar yig'ilib yeydigan tomoq. Biz birga tomoq yeb baqmag'ili bek uzun bo'ldi. Men sizning ba'zida men bir yaxshi o'quvchi bo'lmag'achqa mendan faxrlanmaydiganligingizni bilaman, lekin men bu dot emasda. Bu natijalar balki mening natijamning 70% bo'lar. Lekin bu natijalar mening kelgusimning 0%. Shunga ansirmang. Men bu fandan o'talayman. Ondan bu o'tkaldim o'tib ketaman. Lekin men sizning o'zimga tava bo'shliq berishingizga haqiqiy yashab beqishimga muhtoj. Chunki bu dunyodagi eng yaxshi tuyg'u ota-onangiz sizni tushunganligi tuyg'u. Bu Bisharatchi nomli kitobda mundaq bir maqola bor. Uni Jibran Xalil Jibran yozgan. Agar ko'ngilingizga olmasanglar, men uni sizlar bilan o'rtoqlashsam. Davomlashtir. U mundaq deydi. Sizning bolalaringiz emas. Ular hayot orzusi uchun tug'ilgan bolalar. Ular siz orqali tug'ildi, ammo siz uchun tug'ilmadi. Ular sizning yaningizda bo'lsa-mu, lekin sizga tava emas. Siz ularga muhabbatingizni bersangiz bo'ladi. Ko'z qarashingizni emas. Chunki ularning o'zining ko'z qarashi bor.
ularning jismini panoyingizga olsangiz bo'ladi. Ularning ruhini emas. Chunki ularning ruhi atiga tava. Shunga ana, agar siz menga men ehtiyojlik muhabbatni berib, o'z orzuyimni izdigili qo'ygan bo'lsangiz, sizdan bakmo minnatdor bo'lgan bo'lardim. Qarang, agar biz qutuq qozonmoqchi bo'lsak, uchaylan boshda kelgusi haqida deyishganlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Kelgusi dal hozir shu. U hozirdan bizga o'xshash barliq kishilardan tashkil topadi. Men ilgari sen degan gaplarni azaldan anglab boqmabdi ekanman. Menmi bilmaydi ekanman. Lekin men boshqa ish qatlamidagilar bilan aloqa qilsak, hamda o'zgartirish kirgizishga urinib boqay. Men sana va'da beray.